O'qituvchi 30 ta bolaga dars o'tadi bu. Osonmi o'qituvchiga? Bizni 10-11-sinfda maktab paytida g'irt bezor bo'lganmiz. Ishoninglar, bitta ayol o'qituvchi kirardi darsga, endi qaysi fandan kirishini bilmayman, chunki dars o'tmaganda 5 minut davomat bo'lardi, 40 minut so'kardi. Yana o'tgan darsda nima o'tganmiz deb qo'yadi. Men aytay domla, kasofatilar bilan boshlagansiz. Oxirida senlar odam bo'lmaysan bilan tugatgansiz. Shunaqa aytdi bechara. To'g'ri otar! To'g'ri otar! Gaplashma, Fotima gaplashma, rasa jag'ing ochiq seni. Ahmad sen shu bilan amlashib olganda. Sen nima zo'rga chaylayapsan dars paytida? Ha? Kavshan mamolga o'xshab. Tupir zuvachkayna. Tupir? Ham maraz betimga tupirasanmi, nariyoqqa tupirmaysanmi? Sen nima yozmay o'tiribsan? Ruchkan yo'q? Sen birinchi sinfga kelganda ruchkan yo'q edi, sen bilasanmi? Sen B3 ga maktab bitiryapsan, bilyapsanmi? Orqada o'tirganlar. Bir-biringga xat uzatmay o'tir. Xat uzatganimiz yo'q, karta o'ynayapmiz, domla. Jonimga ham deb ketdilardik. Senlarda boshqa tartib yo'qmi? Asab tamom bo'lgan bechara o'qituvchilar. O'sha asab bilan uyga ham ketib qoladi. O'zini uyiga kelganda o'zini xabari yo'q. Eshikni ochib baqirishga o'rganib qolgan dopa ham. Shunday eshikni ochib kiribdi-da, "Taroningdan hamma." Desa, bechara ishdan kelib, bismillah deb bir pela choyni ichib o'tirgan ekan. Xotinni vajohatini ko'rib sakrab turib ketdi o'rnidan. Bolalariga qarab, "Tur bolalar, tur. Onang keldi, turinglar." Asablari tamom bo'libdi buni. Tur, tur, tur. Beshigini ham tikka qilib qo'y debdi. 3 oylik bola tuvaga oqib turgan tikka mana. 4 ta bola bilan qo'li ko'ksida. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun kim navbatchi? Sen erim, men navbatchiman debdi. Baqirma, men eringman debdi. Voy dadasi sizmi deysiz? Voy sinfimizdagi sunnatlarga o'xshab ketdingiz dadasi. Mana shu bola yomon kuydirdi meni dadasi. Bugun 8 soat dars o'tdim-da, asabdan tamom o'tdi dadasi. Kechiring, sizga baqirib yubordimmi dadasi? Kechiring meni dadasi. Boring, tirayotgani ho'llab keling. Voy o'laygani nima deb qol.